Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari, kuzatuvchilari. Mana yangi video olishga qaror qildik. Bu videomiz oldingi videolarimizdan umuman boshqacha video bo'ladi. Xudo xolasa bu videomizda obzorimizda qisqacha reklamalar ham qilib o'tamiz. Maqsadimiz bir narsadan manfaatdor bo'lish emas, yo reklama olish emas. Faqatgina do'konchilarimizda qaysi do'kondan nima narsa, nima mahsulot xarid qilganimiz, olganlarimizda qisqacha obzor va reklamalarni qilib o'tamiz. Xudo xolasa biz bundan hech qanaqa manfaatdor joyimiz yo'q. Hech qanday bir narsalardan umid qilgan joyimiz yo'q. Faqatgina ustalarimizni, shu do'konchi akalarimiz, opa singillarimiz bilan hamkorlik qilishga chorlab qolamiz. Maqsadimiz shu. Bo'lmasa obzorimizni boshladik, xudo xolasa. Mana shu aboydan boshlaylik, xudo xolasa. Mana shu aboylarimizda o'sha mashhur olmos do'konimiz bor. Eskidan ustalarimiz biladi. 21-magazin bo'lardi, Bolinda to'g'risida. Hozir o'sha akalarimiz, do'konchilarimiz barchalari, ko'plari deyarli Olmosga ko'chib o'tgan. O'sha do'konda biz ham o'sha Olmos do'kondan xarid qilamiz. O'sha aboylarimiz o'sha do'kondan olingan. Do'kondagi Elora singlimizga kattadan katta rahmat aytamiz. Tanlovimizda yordam berganligi uchun. Mana shu aboylarni Elora singlimizni o'zi ham tanlovimizga xudo xolasa yordam bergan. Aboylarimiz chiroyli chiqdi. Choklari joy-joyiga kelgan. Hammasi yaxshi. Stiklari bilinmaydi, choklari bilinmaydi, xudo xolasa yaxshi. Uyda egalari Nasiba opamiz ham xursand, ko'ngillari to'q, ishlarimizdan chiqib xursand bo'lib o'tiribdi. Xo'p, keyingi masala. Keyingi do'konchimiz Maftuna singlimiz. Dorsa eshiklari, междукомнатный va tashqi eshiklar, uyda ichki eshiklari, mana shunday ajoyib eshiklarimizni tanlovimizda yordam bergani uchun Maftuna singlimizga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz. Maftunaga ham katta rahmat aytib qolamiz. Mana shunday eshiklarimizni tanlovda bizga yordam qilganligi uchun Iskandar ukamizga ham, o'rtog'imiz, jo'ramiz, to'g'rirog'i. Bir yosh farqimiz bor, uka devormaylik. Xo'p, TV zonamizga bambuk panelni, taroqlarini, shunaqa narsalarini Dilshod akamizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Yevropoldan xarid qilishlaringiz mumkin. Mana shunday ajoyib bambuk panellarni bizga tavsiya qilganligi uchun. Mana shunday ajoyib chiqdi, xudo xolasa baho berib o'tasizlar. Qo'llarimizga lakni, yana o'shanga ketadigan dolg'ulari, ustalar tilida endi aytyapman, gruntovkada shunga ketadigan mahsulotlarimizni Salim opani do'konidan olganmiz. Adashmasam 38-39-do'kon. Hop, mana bunday natijniy patologlar qilingan. Natijniy patologni Umid ukamizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Lustrada meni aloqam yo'q. Egalari o'zlari olib kelgan. Qaysi do'kondan olishganini bilmayman. Bu bizning mehmonxonamiz bo'ladi, zalimiz. Keyingi xonaga o'tamiz. Xonadan o'tishdan oldin koridorimiz bor. Koridorimiz bu o'z eskidan qo'yilgan eshigi. Eshik ramkalar shu oldindan qolib ketgan. Ana aboyimiz, xudo xolasa. Elora singlimizga katta rahmat. Koridorimiz ham ajoyib chiqdi. Patologlar mana Umidjonga juda katta rahmat. Keyingi xonamizga o'tamiz. Bu xonamiz oshxona bo'ladi. Ayollarda sevimli xonasi desak ham bo'ladi. Xo'p, kafellarga kelamiz. Mana shunday 120 ga 60 lik va yerdagi 60 ga 60 lik kafellarimizda
Mo'minjon akamizni do'kondan xarid qilganmiz. Tarketlarni ham xuddi shunday Mo'minjon akamizdan xarid qilganmiz. Mana shunday savomesni qilib bergan. GMS do'koniga alohida rahmat aytamiz. U GMS do'konidagi o'sha brigadaga rahmat aytamiz. Yaxshi yigitlar, maslahat tayishmaydi. Bu do'kondagi yigitlarga hammasiga rahmat aytib qolamiz. Minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlarga ham kattadan katta rahmat. Keyingi xonamiz. Bu restoranimiz Bootsli ekan. Mana bunday natijnoy. Umidjon katta rahmat. Hop, radiatorlarga kelsak, Monza radiatorlar qo'yilgan bu yerda. Radiatorlarimizni adashmasam shu prospektga burilganda, Bolindan o'tib prospektga burilganda Bekzod ukamizdan olganmiz. Hayot magazin, adashmasam 5-magazin. Maftuna, sizga ham katta rahmat, eshiklar ochib chiqdi. Ustakalarimizni mana shu do'konchilar akalarimiz, singillarimiz, opalarimiz bilan hamkorlik qilishga chorlab qolamiz. Biz hech qanaqa manfaatdor joyimiz yo'q, faqat manfaatli bo'lishi uchun bu videoni shunday olyapman. O'zigacha video bo'lyapti. Hech bunaqa video olmagan edim, to'g'risi. Bu yerda hech qanaqa reklama ketayotgani yo'q. Hop. Bu xonamizda ham mana Ilyora ajoyib chiqdi bo'ylarimiz, xudo xolasa. Biralarni ham mana Mo'minjon ukamizni GMS do'konidan olganmiz. TV zonamizga kelsak, TV zonamizni ham o'sha boyagi Yevropoldagi Dilshod akamdan olganmiz. Bizda nima demoqchiman endi bu bilan usta ukalarimizga qilib manfaatli bo'lishi uchun bu do'konchilarimiz bilan hamkorlik qilinglar, hamkorlikka chorlash maqsadida olyapman videoni, to'g'rirog'i. Ishlarimiz hozir chala ishlarimiz qolgan. Mana shu yerda ichki nalichkalari, plintuslari, koridorda mana plintuslarni urganmiz. Plintuslarda mana ajoyib plintuslar chiqdi. Xudo xolasa, GMS do'konidan olganmiz, GMS do'konidan xarid qilganmiz. Polimer plintuslar juda ajoyib chiqdi. Tavsiya qilib qolamiz. Mana shunaqa holat. Xudo xolasa, fasadlarimizga ham o'tamiz, fasadlarimizni qilamiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna tugmachasini bosib qo'yib, like-ni ayamaysizlar degan umiddamiz. Poddershkada bo'lib turinglar. Bundanda yaxshi, qiziqarli videolar o'tkazib yubormasligi uchun obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Like-ni ayamaysizlar, yurakdan qizartirib qo'yasizlar. Ana shu to'g'ridagi xonamiz, xudo xolasa oshxona. Uni ham ajoyib remont qilganmiz. Umumiy do'kondan xarid qilgan mahsulotlarimizni obzorini qilamiz, xudo xolasa. Ozgina ishlari qolgan. Hozircha shu. Xayr bo'lmasa hammaga.